Bugun sizlar bilan bir kunlik amaliyot kunimi bo'lishmoqchiman. Amaliyotimni Toshkentda Farg'ona ixtisoslashtirilgan san'at maktabiga ko'chirganman. Oldin san'at kolleji bo'lgan. Aynan bugun 11-sinflarimiz davlat imtihoni bo'lgan. Vaqtida hamma yig'ilib, imtihon ham boshlanib ketdi. O'quvchilar yosh bo'lishiga qaramasdan bu imtihonga juda yaxshi harakat qilishgan. Hamma o'quvchilar o'z diplom rahbarlari bilan birga juda chiroyli diplom himoya qilishdi. Bir vaqtlar o'zim ham shu maktabda shu o'quvchilar o'rnida bo'lganman. Aniq esimda yo'q, lekin dugonam aytishi bo'yicha men ham diplom himoya kunim aynan hozir o'tirgan joyimda o'tirgan ekanman. Hayot juda qiziq. Yillar o'tib yana shu joydaman. Lekin endi o'quvchi sifatidaman. Bu o'quvchilar juda tirishqoq. Turli-tuman mavzularda o'zlarini sinab ko'rishgan. Ba'zi mavzularda hatto katta rassomlar ham ikkilanib ijod qilishadi. Shunga qaramasdan bu o'quvchilar mas'uliyatdan qochmasdan imkon qadar bor kuchlari bilan ijod qilganlari barcha ustozlarimizni xursand qildi. Albatta siz ham o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hash-pash deguncha hammaning ishlari ko'rib chiqildi. Hammaning ishi o'zgacha. Ijodkorlar har xil bo'ladi. Shu sabab har bir ish o'zga oladi. Ko'rib chiqish yakunlandi. Eng qizg'in baholash jarayoniga ham yetib keldi. Ustozlarimiz qizg'in bahsga kirishib, har bir o'quvchini munosib baholashdi. Albatta bu jarayon oson kechgani yo'q va nihoyat baholar e'lon qilindi. Shu tariqa chiroyli xursandchilikda imtihonni yakunladik.